Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan ushbu video darsligimizda bosh miya nervlariga, bosh miya nervlarini umumiy holatda ko'rib chiqamiz. Ya'ni har biriga alohida to'xtalmaymizda umumiy yuqori plandan ko'rib chiqamiz. Bosh miya nervlari, bular jami 12 juft bo'lib, to'g'ridan to'g'ri bosh miya va miya ustunidan, ya'ni buni inglizchasiga brain stem deb qo'yishadi. Bosh miyani ustunidan chiqadi. Bularni asosiy vazifasi bosh, bo'yin hamda tana a'zolarini harakat, ya'ni motor va sezgi, sensor yoki avtonom innervatsiya bilan ta'minlash hisoblanadi. Mana, ya'ni harakat va sezgi ma'lumotlarini butun boshli bosh, bo'yin hamda tana a'zolarini xuddi shu harakat va sezgi ma'lumotlari bilan ta'minlash. Ayniqsa adashgan nerv, ya'ni nervus vagusimiz bu yerda ko'krak va qorin bo'shlig'ini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Nerv sistemasiga umumiy holatda to'xtaladigan bo'lsak, nerv sistemasi ikkita qismga bo'lib o'rganamiz. Bular bizda markaziy nerv sistemasi, bunga bosh miya bilan orqa miya kiradi. Ikkinchisi periferik nerv sistemasi. Bular somatik va avtonom nerv sistemalariga bo'linadi. Boshqa bir, ya'ni signallarda oqimi bo'yicha klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, nerv sistemasini afferent va efferent qismlarga ajratishimiz mumkin. Afferent yoki sensor yoki sezuvchi yo'l deb ham ataladi. Axborotlarni periferiyadan markaziy nerv sistemasigacha olib boradi. Mana tashqaridan bosh miyasiga olib keladi. Bular nimalar bo'lishi mumkin? Ko'rish, hid bilish, teginish yoki proprioretsepsiya bo'lishi mumkin. Ikkinchisi efferent yoki motor harakatlantiruvchi yo'llar deb atalib, bular qandaydir bir ma'lumotlarni shu ma'lumotlarni nima desa bo'ladi, markaziy nerv sistemasidan periferiyaga olib borishda ishtirok etadi. Bu o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Somatik nerv sistemasi va avtonom nerv sistemasi. Somatik nerv sistemasi skelet muskullari qisqarishini, ya'ni ixtiyoriy harakatlarni boshqaradi. Ikkinchisi bizda avtonom yoki vegetativ nerv sistemasi hisoblanib, bu silliq muskullarni bezlar yoki ichki a'zolar faoliyatini avtomatik holatda, ya'ni odam o'zini ixtiyoriga bo'ysunmagan holatda boshqaradi. Shuning uchun ham avtonom yoki vegetativ nerv sistemasi deb nomlanyapti. Endi nerv sistemasining funksional birligi bu neyronlar hisoblanadi. Neyronlar o'zini ichida quyidagicha qismlardan tashkil topgan, ya'ni dendritlar, hujayra tanasi, aksonlardan. Hujayra tanasiga to'xtaladigan bo'lsak, hujayra tanasini tarkibida buni yana bir nomlari bor: soma yoki perikarion deb nomlanadi hujayra tanasi. U o'zini ichida organellalar saqlaydi va shu yerda bilishimiz kerak bo'lgan narsa, markaziy nerv sistemasidagi xuddi shunaqa hujayra tanalarini yig'indisi yoki guruhi yadro deb atalsa, markaziy nerv sistemasidan tashqaridagi hujayra tanalarining guruhi gangli, ya'ni tugun yoki ganglion deb ataladi. Boshqa qismlar, dendritlar, bular boshqa bir neyronlardan signallarni qabul qiladi. Aksonlar signalni signallarni boshqa neyronlarga uzatilishini ta'minlaydi. Sinapslar bo'lsa, mana ikkita neyronlarni orasida shunday bir bo'shliq bor. Bu yerda neyromediatorlar orqali bir-biriga impulslar o'tadi. Endi har bitta qismga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, periferik nerv sistemasida nervlar 3 xil bo'lishi mumkin. Harakatlanuvchi, sezuvchi yoki sensor va aralash bo'lishi mumkin. Bu aralash qismimiz ham sezgi plus ham harakatlantiruvchi bo'ladi. Bosh miyadagi nerv sistemasi kalla suyagini tark etib, kalla suyagidan chiqib, bosh va bo'yinda innervatsiya qiladi. Orqa miya nerv sistemasi. Bu yerda shunday ma'no ketyapti. Bosh
miya nervlari va orqa miya nervlari. Bosh miya nervlari kalla suyagidan chiqadi va bosh va bo'yin qismini innervatsiya qiladi. Endi orqa miya nervlari yoki spinal nervlar deb nomlanadi bular. Spinal nervlar, bular orqa miya nervlari bo'lsa, kranial nervlar bular bosh miya nervlari hisoblanadi. Orqa miyadan chiqib tanani qolgan qismlarini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Bosh miya nervlariga to'xtaladigan bo'lsak, bosh miya nervlari jami 12 juft, ya'ni 24 ta bosh miya nervlari mavjud. Bosh miyadagi yadrolardan chiqish tartibiga ko'ra raqamlangan. Ya'ni 11 va 12 bulardan mustasno holatda. Bularni har birini o'zini nomi bor. Misol uchun nervus olfactory yoki yana bir nomi hidlov nervi. Nervus olfactorius. Inglizchasiga olfactory nerve hisoblanadi. Ikkinchi juft nervimiz nervus opticus yoki ko'ruv nervi deb nomlanadi. Ko'ruv nervi. Uchinchisi ko'zni harakatlantiruvchi nerv, nervus oculomotorius. To'rtinchisi g'altak nervi, nervus trochlearis. Beshinchisi uch shoxli nerv, nervus trigeminalis. Oltinchi juft uzoqlashtiruvchi nerv, nervus abducens. Yettinchisi nervus facialis, yuz nervi. Sakkizinchisi eshituv va muvozanat nervi, nervus vestibulocochlearis. Xo'p, 9-juftimiz nervus glossofaringeus, ya'ni til yutqun nervi. 10-juft adashgan nerv, nervus vagus. 11-si nervus accessorius, qo'shimcha nerv. 12-juft nervimiz til osti nervi, ya'ni nervus hypoglossus hisoblanadi. Bularni kelib klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, kelib chiqishiga ko'ra va nervlarini tarkibiga ko'ra klassifikatsiya qilishimiz mumkin. Endi kelib chiqishiga ko'ra telencefalondan kelib chiqadi, ya'ni bosh miyani o'zidan kelib chiquvchi bu hidlov nervi hisoblanadi. Mana telencefalondan kelib chiqadi. Endi ikkinchi juft ko'ruv nervimiz, ya'ni nervus opticusimiz diencefalondan kelib chiqadi. Diencefalon. Mezencefalondan 3 va 4-juft nervlarimiz chiqadi. 3 bilan 4. Mezencefalon. Ponsdan 5, 6, 7 va 8. 5, 6, 7, 8. Shularning barchasi ponsdan. Medulladan 9, 10, 11 va 12. Shu 4 ta nervimiz hammasi medulladan kelib chiqadi. Faqat 1 va 2-juft bosh miya nervlarimizgina prozencefalondan, ya'ni katta miyadan, mana shu bosh miyani, mana shu miyani o'zidan chiqadi. Ya'ni pastdagi brainstemdan, ya'ni bosh miya ustunidan chiqmaydi. Bu kelib chiqishiga ko'ra klassifikatsiyasi, nervlarini tarkibiga ko'ra klassifikatsiyasi. Bu yerda S, M, B holatida kelgan. Bu yerdagi S degani sensor, M motor, B both. Inglizchada both, ya'ni ikkalasi ham, ya'ni aralash degan ma'noni beradi. Sensorlarga 1, 2 va 8-lar kiradi. 1, 2 va 8-larimiz sensor nervlar. Motor nervlarimiz 4-si, 6-si, 11-si va 12-lari motor nervlar hisoblanadi. Qolgan barchasi aralash nervlar hisoblanadi. Ba'zi aralash kranial nervlar tarkibida vegetativ qismlari ham mavjud. Endi har biriga alohida-alohidadan to'xtalib o'tamiz. Bu umumiy
berilmagan. Birinchisi hidlov nervi, nervus olfaktorius hisoblanadi. Bu tashqaridan, periferiyadan, ya'ni hid haqidagi ma'lumotlarni markaziy nerv sistemasiga olib keladi. Umumiy holatda ko'rishimiz mumkin, burnimizda xuddi shunday hujayralar joylashgan. Bu yerda hidlov neyronlari joylashgan. Bu hidlov neyronlaridagi nervlardan hidlov pyoshchasiga, undan hidlov yo'llari orqali birlamchi hidlov po'stlog'iga yetib boradi va miyada hid haqidagi ma'lumot hosil bo'ladi. Ikkinchi nervimiz ko'ruv nervi hisoblanib, ya'ni nervus opticus. Bu nervus opticus bizda vizual ma'lumotlarni markaziy nerv sistemasiga olib keladi. Ushbu slaydda ko'rishimiz mumkin, ko'ruv nervi, ya'ni nervus opticusning yo'li ko'zdagi to'r parda, ya'ni retinadagi retseptorlardan boshlanadi va temporal ko'rish maydonlaridan kelgan tolalar qarama-qarshi tomonga o'tib kesishadi. Xuddi shu kesishgan joy bizda mana shu sohada hiazma optikum deb nomlanadi. Endi ko'ruv traktlariga to'xtaladigan bo'lsak, bularda 3 ta muhim markazga boradi. Birinchisi lateral tizzasmon tana, ya'ni corpus geniculatum lateraliga boradi. Mana lateral tizzasmon tana. Bu yerda ko'ruv radiatsiyalari orqali ensa po'stlog'iga borib, ko'rayotgan tasvirni talqin qilishda ishtirok etadi. Keyingisi suprachiasmatic yadro, ya'ni nucleus suprachiasmaticus hisoblanadi. Buni shu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu kun, tun, uyqu va uyg'oqlik, ya'ni circadian cycle bor. Xuddi shu siklni boshqarishda ishtirok etadi. Keyingisi pretektal yadro, ya'ni pretektal nukleus hisoblanib, bu ko'z reflekslari, ya'ni qorachiqning yorug'likka javobini ta'minlashda ishtirok etadi. Biz ushbu darslikda sizlar bilan bosh miya juft nervlarini faqatgina qisqa holatda ko'rib o'tishimiz mumkin. Keyingisi ko'zda harakatini ta'minlovchi nervlar guruhi bizda bular 3-nerv, 3-juft nerv, ko'zni harakatlantiruvchi nerv, 4-si g'altak nervi va 6-si uzoqlashtiruvchi nerv hisoblanadi. 3-chi kranial nervimiz bu ko'zni harakatlantiruvchi nerv, ya'ni nervus oculomotorius hisoblanadi. Nervus oculomotorius yuqori orbital yoriq, ya'ni fissura orbitali superior qismidan chiqadi, kalla suyagini, va motor innervatsiyasi 5 xil bo'ladi. Bular birinchi o'rinda aytishimiz kerak bo'lgani levator palpebra superioris. Buni vazifasi yuqori qovoqni ko'tarish. Keyingisi yuqoriga to'g'ri muskul, ya'ni superior rectus. Yuqoriga to'g'ri muskul, musculus rectus superioris, ko'zni tepaga qaratish vazifasini bajaradi. Undan keyingisi pastga to'g'ri muskul, musculus rectus inferioris bo'ladi. Bu ko'zni pastga qaratishda ishtirok etadi. Va medial to'g'ri muskul, musculus rectus medialis, ko'zni ichkariga buradi. Bularda mana shu holatda ko'rishimiz mumkin. Keyingisi pastki qiya muskul, musculus obliquus inferioris, pastki qiya muskul. Buni vazifasi ko'zni ko'taradi va tashqariga buradi. Bular shu yuqorida aytganlarimizning 5 tasi hammasi ko'zni nervus oculomotoriusda motor innervatsiyasi hisoblanadi. Endi parasimpatik innervatsiyasi ham bor. Bu siliar tugun orqali bo'ladi. Mana shu yerda siliar tugulimiz siliar tugun orqali bo'ladi va bunda sfinkter pupilla bor. Bu sfinkter pupilla orqali bizdagi qorachig'imiz qisqarishi, ya'ni mioz holati kelib chiqishi mumkin. Mioz. Keyingisi musculus ciliaris. Bu ko'z gavharini shunday nima desa bo'ladi? Yaqinga qarash diqqati, ya'ni akkomodatsiyani ta'minlovchi muskul, shu musculus ciliaris hisoblanadi.
Keyingi bosh miya juft nervimiz bu g'altak nervi. 4-juft nervimiz g'altak nervi. Nervus trochlearis hisoblanadi. Buni funksiyasi ko'zni uzoqlashtiradi, pastga tushiradi va ichkariga buradi. Intorsiyani bajaradi. Buni aynan bizdagi yuqorigi qiyshiq musculus obliquus superioris orqali bajaradi. Shu muskulimiz demak uzoqlashtirish, pastga tushirish va ichkariga burish funksiyalarini bajaradi. Keyingi bosh miya juft nervimiz bu uzoqlashtiruvchi nerv, ya'ni nervus abducens. Buni ta'minlaydigan muskulimiz ham bitta, lateral to'g'ri muskul, ya'ni musculus rectus lateralis. Buni vazifasi ko'z soqqasini tashqariga, ya'ni lateral tomonga burish vazifasini bajaradi. Ko'zni mana tashqariga buradi, ya'ni lateral tomonga. Keyin gaplashadigan demak nervimiz bu 3 shoxli nerv hisoblanadi. 3 shoxli nervimiz aralash nerv hisoblanadi. Bosh suyagida 3 shoxli tugun ganglion trigeminali yoki avtor nomi bilan Gasser tuguni. Gasser tuguni hosil qiladi. Buni 3 ta asosiy shoxi bor. Bular birinchisi nervus ophthalmicus, oftalmik shox deyiladi. Oftalmik shox. Ikkinchisi nervus maxillaris, yuqorigi jag' shoxi. Undan keyingisi pastki jag' shoxi nervus mandibularis hisoblanadi. Bularning har birining o'zining vazifasi bor. Nervus ophthalmicusni chiqish joyi yuqorigi ko'z kosasini teshigi hisoblanadi. Va funksiyasi sof sezgi, peshona, yuqorigi qovoq, burun va bosh terisidagi sezgilarni demak markaziy nerv sistemasiga yetkazib borish vazifasini bajaradi. Keyingisi yuqorigi jag' shoxi nervus maxillaris. Buni chiqishi foramen rotundumdan chiqadi va buni funksiyasi ham sof sezgi bo'lib, yuqorigi jag', tishlar, lunch terisini va tanglaydagi sezgiga doir informatsiyani markaziy nerv sistemasiga yetkazib boradi. Keyingisi pastki jag' shoxi nervus mandibularis. Buni chiqish joyi foramen ovale hisoblanadi. Foramen ovaledan chiqib, buni funksiyasi aralash holatda ham sezgi ham motor. Sezgi holatida pastki lab, iyak, pastki qovoq yoki chakka sohasi terisidagi ma'lumotlarni markaziy nerv sistemasiga yetkazib boradi. Motor holatida chaynov muskullari bor. Shu chaynov muskullari musculus masticatori xuddi shu muskullarni harakatlantirish vazifasini bajaradi. Keyingi nervimiz bu yuz nervi, nervus facialis. Nervus facialis bilan tanishib chiqamiz. Bu aralash nerv hisoblanib, kalla suyagini bigissimon so'rg'ichsimon teshigi bor. Foramen stylomastoideum. Xuddi shu orqali chiqadi. Buni tuguni qayerda joylashgan? Buni tuguni tizzasimon tugun yoki ganglion geniculi deb nomlanadi. Buni tarmoqlari bor. Birinchisi greater petrosal nerve deyiladi. Katta toshli yoki shunaqa greater petrosal nerve deyiladi. Xo'p, buni vazifasi nima deydigan bo'lsak, avtonom yoki parasimpatik tolalar, ko'z yoshi, burun, tang'lay va yutqun bezlariga boradi. Keyingisi stapedius, nervus stapedius bor. Bu nervus stapediusimiz o'rta quloqdagi stapedius, ya'ni uzangi muskulini innervatsiya qilib, baland tovushlardan himoyalaydi. Undan keyingisi nog'ora yoki chorda tympani, tilning oldingi 3dan 2 qismidan ta'm, maza sezgisini markaziy nerv sistemasiga olib keladi. Undan tashqari motor, mimika tarmoqlari bor. Yuz mimikasiga javob beruvchi 5 ta tarmoqqa bo'lishimiz mumkin yuz nervini. Bularga temporal, ya'ni chakka tarmog'i, zigomatik yonoq tarmog'i, lokal lunj tarmog'i, mandibulyar
pastki jag tarmog'i va servikal bo'yin tarmoqlarini olishimiz mumkin. Keyingi nervimiz bu bu yerda aytyapti, shu chakka sohasi, yonoq sohasi, lunj sohasi, pastki jag sohasi va bo'yin sohasidagi barcha nervlar yuz mimikasining muskullarini, yuzdagi muskullarda innervatsiya qilishda ishtirok etadi va odamdagi yuz mimikasiga javob beradi. Misol uchun kulish yoki xo'mrayish. Aynan shu holatda yuz nervus facialisni tekshirishimizda bizda shunday holat bo'lishi mumkin. Bemordan kulishini so'raganimizda bir tomoni kulib, bir tomoni o'sha holaticha qoladi. O'sha holatcha qolgan tomoni zararlangan tomon hisoblanadi. Keyingisi eshituv va muvozanat nervi, nervus vestibulocochlearis deb nomlanadi. Bu ham bunisi bu sensor bosh miya juft nervi bo'ladi va buni chiqish joyi metus acousticus internus. Hop. Metus acousticus internus. Bu ikkita qismdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchi qismi muvozanat nervi, nervus vestibularis hisoblanib, bu ichki quloq dahlizidan, ya'ni vestibula va yarim doira kanallardan bo'lib, bu shu muvozanat haqidagi signallarni markaziy nerv sistemasiga uzatadi. Keyingisi eshituv nervi chig'anoqdagi, ya'ni koxliyadagi eshituv retseptorlaridan tovush signallarini markaziy nerv sistemasiga yuboradi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, ikkita qismdan tashkil topgan bo'ladi. Pastki qismi mana eshituv nervi, nervus cochlearis, yuqoridagi mana shu tarmog'i muvozanat nervi hisoblanadi. Bittasi mana yuqoridagisi muvozanat haqidagisi, pastdagisi eshituv haqidagi ma'lumotlarni bosh miyaga yetkazib boradi. Va albatta bular haqida batafsil shular uchun ajratilgan darsliklarimizda gaplashamiz. Keyingi nervimiz til yutqin nervi, ya'ni nervus glossopharyngeus. Bu ham aralash hisoblanadi. Kalla suyagining bo'yinturuq teshigi, ya'ni foramen yugulare orqali chiqadi tashqariga. Buni tarkibi va funksiyalari bu 3 xil bo'lishi mumkin. 3 xil bo'ladi. Bular motor, parasimpatik va sezgi. Motor tolalari stilofaringeal muskul orqali yutish jarayonida yutqinni yuqoriga ko'tarib beradi. Endi parasimpatik holatda quloq oldi so'lak bezlari, ya'ni parotid gland bor, xuddi shuni sekretsiyasini kuchaytirishda ishtirok etadi. Va sezgi holatida tilning orqa 1/3 qismidan ta'm va umumiy sezgini, ya'ni og'riq, teginishlarni qabul qiladi. Shu uchala holatda. Va vitseral nazorat bor. Bu gemodinamikada ishlatiladi. Karotid sinusda baroretseptorlar orqali qon bosimini nazorat qilishda ham ishtirok etadi bu nervimiz. Va karotid tanacha bor. Hemoretseptorlar orqali qondagi kislorod va karbonat angidridni darajasini nazorat qilib, nafas olishni tartibga solishda ishtirok etadi bular. Bu til yutqin nerv edi. Xo'p. Keyingisi adashgan nerv yoki nervus vagus deyiladi. Bu ham aralash bo'ladi va bo'yinturuq teshigi foramen yugulare orqali o'tadi. Innervatsiya doirasini gaplashadigan bo'lsak, organizmdagi bosh parasimpatik magistral hisoblanib, somatik harakat orqali halqum va bo'g'iz, ya'ni tomoqdagi muskullarni innervatsiya qilib, yutish va fonatsiya, ya'ni ovoz chiqarishni ta'minlaydi. Mana halqum va bo'g'iz muskullari orqali yutish va fonatsiya, ovoz chiqarishni ta'minlaydi. Parasimpatik tolalar orqali yurakda yurak qisqarishlar chastotasini yoki sonini pasaytiradi. O'pka, nafas yo'llari tonusini boshqarishtirishda ishtirok etadi. Qorin bo'shlig'i a'zolari, oshqozon ichak trakti motorikasi va hazm shiralarini rag'batlantiradi. Sezgi holatiga keladigan bo'lsak, sezgi ma'lumotlari ko'krak va qorin a'zolari vitseral sezgisi, aorta yoyi baroretseptorlari va hemoretseptorlari hiqildoq usti, ya'ni epiglottis sohasidagi ta'm kurtaklariga
javob beradi, sezgi ma'lumotlariga oid qismi. Keyingisi qo'shimcha nervimiz 11-bosh miya juft nervi. Bu nervus accessorius hisoblanib, sof harakatlantiruvchi, ya'ni motor nerv hisoblanadi. Buni anatomik o'ziga xosligi nima deydigan bo'lsak, bu orqa miya ildizlaridan boshlanib, katta ensa teshigi foramen magnum orqali kalla suyagiga kiradi va foramen yugulare orqali tashqariga chiqadi. Muskullar musculus trapezius bilan musculus sternocleidomastoideus shu ikkala muskulni innervatsiya qiladi. Musculus trapezius musculus mana shu trapezius orqali yelkani ko'tarish va kurakni yaqinlashtirish, musculus sternocleidomastoideus orqali bo'lsa boshni qarama-qarshi tomonga burish va engashtirishda ishtirok etadi. Til osti nervi bunga kirishi bu nervimiz nervus hypoglossus deyiladi. Bu ham sof harakatlantiruvchi, ya'ni motor nerv hisoblanib, chiqish joyi til osti kanali, ya'ni canalis hypoglossi hisoblanadi. Endi vazifasi tilning barcha ichki va tashqi muskullarini harakatlantiradi. Ovqatni chaynash, yutish, gapirishda til harakatlari hamda tildan proprioseptiv sezgilarni qabul qiladi bu. Endi sizlar bilan umumiy xulosa qilishimiz mumkin. Umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, ko'z harakatiga javob beruvchi 3 ta muskullarimiz bor. Bular 3, 4 va 6-si. Endi biror bir kishidan so'rashimiz mumkin, ko'zlaringizni pastga va ichkariga qarating deganimizda, bizda 4-bosh miya juft nervi, yon tomonga qaratishni so'raganimizda 6-bosh miya juft nervi va tepaga qaratishni so'raganimizda shu 3-chi, ya'ni nervus oculomotorius'ni funksiyalari qanday ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Va bosh miya nervlarini chiqish joylariga ko'ra klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, foramen yugularedan foramen yugularedan 3 ta nerv chiqadi. Bular 9-chi, 10-chi va 11-chi nervlar. Fissura orbitalis superiordan ko'z nervlari chiqadi. Bularga xo'p, birinchi yozib olamiz. Fissura orbitalis superior. Bunga ko'z nervlari chiqadi albatta 3, 4, 6 va nervus trigeminalis birinchi shoxi nervus oftalmicus shular chiqadi. Shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.